Assalomu alaykum. Xo'sh, bu bizani demak 7-darsimiz hisoblanadi Figma kursimiz uchun. Mana shu hafta davomida biz nimalarni bilishimiz kerak? Birinchidan bitta bir takrorlab olishimiz kerak. Nimalarni o'rganishimiz kerakligini, prototiplash, sayt va mobil ilovalar UI'larini bir-biriga bog'lash kabi mavzularimiz bor ekan. Bu katta mavzu. Smart Animate, Auto Animate va UI elementlarni dinamik animatsiyalash aynan bu prototiplashda ichida bo'ladi. Komponentlarni hover, click, focus effektlari bilan ishlash. Komponentlarni yasashni o'rganamiz. Umuman olganda komponentlar nima uchun kerak bo'lishini oldin biz tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin esa prototiplash bo'limini biz yaxshilab bitta nima qilamiz, o'rganib chiqamiz. Demak, kelinglar. Prototiplash uchun nima qilaman? Birorta faylni topaman. O'sha prototip mavjud bo'lgan faylni topishim kerak. Demak, bu ilova, mobil ilova bu Zingo Mobile degan mobil ilova. Uni interfeysini o'zim chizib chiqaman. Mavjud, oldingi interfeysi mavjud. Ularni ko'rsatishim mumkin. Dars tariqasida bu narsani o'rganasiz, shunchaki ko'rasizlar, nimalar bor, nimalar yo'q. Nimani qayerda ishlatishimiz kerak. Endi bu interfeysga keladigan bo'lsak, aynan mana shu joyi uchun chizilgan interfeys har xil nima deydi, noqulaylik, xatolik yoki nimalar bilan chizilgan tushunarsizlik bilan interfeyslar yaratilgan. Buni ko'radigan bo'lsangiz, spacinglarga e'tibor bermagan. Ikkita tarafda ikki xil spacing bor. Har xil yo'nalishda chizgan. Umuman olganda bu interfeysni rasvo qilib ishlab chiqarib bergan. Rasvo qilib chiqazib bergan. Men qaytadan bu interfeysni nima qilyapman? Chizib beryapman. Aynan qanaqa formatda? Yaxshiroq formatda. Masalan, bitta misol mana bu qismi, ranking qismi mana aynan mana bu o'rtasida joylashgan bo'lim. Shuni bosganingizda nima chiqadi? Ranklar chiqadi. Rank degani o'sha userlarni nimasi bo'lishi mumkin? O'sha kunlik, haftalik va oylik bo'lgan eng yaxshi, faol, aktiv, zo'r foydalanuvchini top 1, top 2 larda ko'rsatish maqsad bu joydan. Ko'proq userlarni o'sha ilovaga tortib, foydalanuvchilarni ilovada ko'proq foydalanishini ta'minlab beradigan mana shu rank bo'limi hisoblanadi. Bunaqangi bo'limlar mashhur ilovalarda ko'p. Demak, biz nima qilib berar ekanmiz? Biz o'sha rank bo'limini maqsad qaytadan chizish kerak ekan. Men qanaqa yondoshdim? Haligi 3 ta skrinni ko'proq qilib berdim. Chiroyliroq chizib berdim. Masalan, mana bu joyda today degan so'z bor, week degan va month degan so'z bor. Har biriga tanlaganda interfeysida mana bu yoqda nimalardir o'zgarish kerak, to'g'rimi? Masalan, month tanlasa, oylik reyting bo'yicha eng zo'r o'quvchilar yoki eng zo'r mana shu ilovadan foydalanuvchilarni interfeysda chiqarib berish kerak. Mana bunaqangi 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarda qilib, undan keyingi 4, 5, 6 o'sha ketadi. O'sha nomerlarni interfeysda ko'rsatib berish kerak edi. Men mana shunaqangi holatda nima qilganman? Chizib yaratib berganman. Bu ilovani tez orada sizlar App Store'dan ham yoki Google Play'dan ham topsalaringiz bo'ladi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu Zingo degan mobil ilova. Hozir foydalansangiz bo'ladi. Mana bu men chizgan interfeyslar hozirgi vaqtda mavjud emas. Xo'sh, aynan mana shu qismini men qilib berdim va prototiplash bo'limini men sizlarga ko'rsatib berishim kerak. Qanaqa ishlaydi? Mana bu joyda prototype degan bo'lim bor. Bu narsani men oldingi darslarimizda men sizlarga tushuntirib beraman, sal keyinroq degan anaqani berdim. Infoni berdim. Hozir o'sha narsani ko'rsak bo'ladi. Masalan, prototip bo'limiga o'tamiz. Nima bor ekan? Prototip bo'limida mana bir-biriga framelar bog'langan. Bu degani o'sha ilovaga aynan o'sha joyga bossalaringiz, hozir ko'rsataman, telefonda mobil ilovasi bor. Aynan o'sha ilovani o'sha joyga bossalaringiz keyingi skringa o'tish kerak. Mana shu holatlarini
Mana Figma dasturi bor. Figma dasturida pastda mirroring degan bo'lim bor. O'rnatib olsalaringiz bo'ladi. O'sha mirror degan bo'limiga kirdim. Begin mirroring degan knopka bor mana. O'shani bosyapman. Yoki yana bitta yo'li bor. iPhone'da o'zini mirroring qilish xususiyatini yoqamiz. Mana bu telefonim hozir o'chirdim. Mana shu telefonimdan men nima qilaman? Foydalana olaman mana. Mana shu interfeys meni telefonimning interfeysi. MacBook ishlatganligim uchun nima qilaman? Bemalol mana shu nimalardan interfeysdan foydalana olaman. Telefonimni o'chirgan holatimda endi bu joydan nimaga kiraman? Figma dasturiga kiraman. Mana Figma dasturida men mirror qolib qoldi. Figma dasturida hozir men buni bitta kichiklashtira olaylik. Mana o'zimizga qulay qilib oldik. Figma dasturida men istalgan frameimni tanlasam o'zgaradi mana. Prototipda o'zgaradi. Aynan men dizayn chizgunimcha nima qilaman? Interfeysini o'zimni nimamga moslab olaman. O'zimni telefonimni interfeysiga moslab chizaman. Sababi prototiplashdan foydalanganimda qulaygina, osongina o'sha narsadan foydalana olaman. Masalan, mana knopkam o'rtaga o'tdi. Masalan, bu yoqqa Mons degan bo'limga o'tyapti. Today ga o'tadi. Ko'ryapsizlar? Mana masalan, endi bog'laganman, noto'g'ri bog'laganman. Buni tushunish uchun bitta kurs bo'limiga o'tamiz. Kurs bo'limiga mana tanladik. Mana yangilandi. Ko'rdingizmi? Interfays mutlaq yangilandi. Hozir men buni kurs bo'limiga o'tdik. Endi nima qilaman? Kurs bo'limidan mana bu yerda ikkita bo'lim bor ekan. Bittasi English degan bepul kurs, ikkinchisi Foundation degan kurs ekan. Bepul kursga kirsam, kursimda 4 tacha video bor ekan, 4 ta darslik. O'sha mazmunlari bor. Narxi bepul ekan, 4 ta video, 4 ta soni bor ekan va bunaqa ko'p ma'lumotlari yo'q, lekin videolarni o'ziga kirib ko'raman. Mana videoni o'ziga bossam, pastdan nima chiqdi? Bu bottom sheet deyilar ekan. Endi esladim. Bu bottom sheet degan qism hisoblanadi. Aynan mana shu ilovalarda sizga pastdan ochib beriladi va interfeys orqa tarafi xiraroq holatda ko'rsatiladigan qismi nima hisoblanadi? Bottom sheet hisoblanadi. Aynan mana shu bottom sheet ochildi. Kurs haqida ma'lumotlari bor, tekstlari bor va yana nima bor? Bu joyda question va support degan bo'lim bor ekan. Bularga bossam, endi alohida anaqaga interfeysga o'tib yoradi. Masalan, support bo'lsam, Telegram supportga o'tib yoradi. Question bo'ladigan bo'lsa, unda ham shunaqangi bo'limga o'tib yoradi aynan. Va video bor. Videoni o'sha joyda o'zida ko'rishim mumkin. Mana play qilsam play bo'ladi yoki pauza qilaman va full screenda ochsam bo'ladi mana. Bu full screenda videom ochildi, masalan. Full screenda nima ochildi. Va nima qilsam bo'ladi? Yopsam bo'ladi. Va videoni bottom navigationni pastga joylashtirib yuborsam bo'ladi. Endi aynan mana shu qismida. Mana shu har birini mana bu yerda ko'rib turganingizdek men bittalab olib kelib bog'lab chiqqanman. Ko'ryapsizlar? Bittalab o'sha interfeysni nima qilganman? Bog'lab chiqqanman va qanaqa ko'rinishini belgilab chiqqanman. Endi interfeysni so'rashgan. Endi bu joydan chiqamiz. Bu joydan chiqib English Foundation degan kursga o'tamiz. Bu yoqqa o'tsak, bizda ko'proq masalan filtrlar bor ekan, unitlar bor. Birdan 10-unitgacha bo'limlarim bor ekan va har biriga tanlasam, ichida men bu joyda video darsliklarim scroll bo'lgan holatda nima bo'ladi? Ko'rinadi menga. Scroll bo'lib, mana bu tablarni ichiga kirib ketadi. Aynan bu narsani men mana bu joyda chizganman, ko'rib turibsizlar. Va hali kursimiz
deylik sotib olinmagan kurs ekan. Sotib olish knopkasini bossam, o'sha to'lov protsesslari bor. To'lov prosesslarini chizib berganman. Mana shunaqa cheklari bo'ladi. O'sha payme kliklarga o'tish kerak bo'ladi. Mana o'tdik. Sotib olish bo'limiga bosdik. Bottom sheet chiqdi pastdan. Ma'lumotlar beryapti. Sizning informatsiyalaringiz bor. Qanaqa studentsiz, telefon raqamingiz qanaqa, qancha miqdorda to'lov qilmoqchisiz degan va qaysi platformalar orqali to'lov qilmoqchisiz. Bossam o'sha platformaga boradi, to'lov qilish anaqasi chek chiqadi. Siz to'lov protsessini bosasiz va yana ilovaga qaytib kelasiz. Ilovaga qaytib o'tasiz va yana nima chiqadi? Sizni haqiqatan ham to'ladingiz degan anaqa ma'lumotingiz chekka chiqishi kerak. O'sha to'lov cheki chiqyapti. Sizning ma'lumotingiz telefon raqamingizga, ana shu telefon raqamga mana bu user tomonidan mana buncha to'lov bo'ldi degan va receipt degan bo'lim bor. Bu yoqda chek ko'rinadi. Chekni skachat qilib olsangiz bo'ladi. Masalan, aynan o'sha payment ichida ham bor, bu yoqda ham bo'ladi va nima qilamiz? Bu yoqdan chiqdik. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin mana bu bo'limga o'tamiz. Mana bo'limga o'tsak, endi darslarimiz ochildi. Mana bu bo'limga bossam, men to'lov amalga oshirilganligini ifodalaydi bu bo'lim. Bu narsani bosadigan bo'lsam, nimaga o'tadi? Yana o'sha pastdagi chek bo'limiga o'tish kerak. Mana tanladim, bosdim. Chek yana ochilib berdi. Tushundingizlar? Chek ochildi va yana yopamiz. Xuddi shunaqa mana bu joydagi bo'limlarni ham nima qilishimiz kerak? Bog'lab chiqishimiz kerak. Mana bu ana shu simmi qayerdan boshlanib, qayerda strelka tugasa, o'sha mana bu joydan boshlanib va pastdagi mana bu nuqtaga kelib tugagan degan ma'noni beryapti. Bu anaqa bog'lanish. Masalan, men bu joydan tanladim. Bosiladigan elementni tanlayman. Har doim to'liq ekranni tanlab qo'ymanglar. Qachon qaysi elementni bosilishini xohlasalaring, o'shani tanlaysizlarda va nima qilasizlar? O'tish kerak bo'lgan skringa tanlaymiz. Bo'ldi. Keyin mana bu yoqda navigation interactionlari bor. O'sha navigatsiyani nima deydi? Proses bu nima uchun scroll bo'lgan jarayonni yoki qaysidir UI dan qaysidir UI ga o'tgan qismini ko'rsatish uchun aynan mana shu narsa foydalaniladi va o'sha smart animate nimasida interaction bo'ladi. Va mana bu bo'limlarga o'tsam bo'ladi. Mana unit 2 ga o'tyapman, unit 3 ga o'tyapman, unit 2 mana bu yerda so'zlari o'zgaradi. Tushunarli, va yana bitta info bor. Masalan, endi hozir UX ga ham o'tib ketsak bo'ladi shu joyda. Mana bu joyda grammar focus degan bo'lim bor. Bu ochiq, ko'rishga mutlaq ochiq bo'lgan interfeys hisoblanadi. Ikkinchi bo'lim ham xuddi shunaqa ochiq ekan. Ikkinchi bo'limni bosib kira olmayman ichiga, sababi u sariq rangda. Ko'rsam bo'ladi, tugatilmagan. Proses hali yakunlanmaganda. Buni ichiga kirib, videolarni ko'rsam bo'ladi va mana bu bo'lim bor. Bu qulf tariqasida ko'rsatsa ham bo'ladi. Kulrang ko'rinishda turibdi. Kulrang degani bu videoga kirib ko'ra olmaysiz. Sababi undan oldingi videoni ko'rishingiz kerak degan ma'lumot berish kerak bo'ladi. Tushunarli? Agar bosiladigan bo'lsa, mana shunaqangi ma'lumot mana bu joyda chiqadi. Mana bu joyda chiqadi. Xuddi shu ma'lumot chiqadi. Masalan, payment successful, payment was not successful degan info chiqyapti. Xuddi shunaqa mana bu joyda nimalarga bossak, kulrang elementlarga bosiladigan bo'lsa, pastdan nima chiqadi? Ma'lumot chiqadi va siz bu kursni sotib ola olmaysiz degan ma'lumot beriladi. Tushunarli? Sotib ola olmaysizmi? Siz bu videoni ko'ra olmaysiz, sababi siz undan oldingi bo'lgan videoni ko'rib tugatishingiz shart. Va keyin bu videoga o'tsangiz bo'ladi degan infoni beradi. Masalan, 2-3 bo'limlarga agarda 2-3 bo'limlarga o'tadigan bo'lsam, nima ko'rinadi? 2-3 bo'limlarga o'tadigan bo'lsam, ular hali
videolar ko'rilmagan va ularga kirishga dostуп yo'q menga. O'sha mavzular bilan tanishib chiqsam bo'ladi, lekin videolarga kira olmayman. Aynan bu joyda tartibni saqlash uchun. Tartib aynan video kursini sotib oldingiz, to'liq o'rganib chiqishingiz kerak. Siz qaysidir mavzuni bilasiz, qaysidir mavzuni bilmaysiz. Demak, u yoqqa kirishga anaqangiz yo'q, ruxsatingiz yo'q degan ma'noda o'sha tartibni saqlash uchun shunaqa interfeys UX qo'llanilgan. Sababi foydalanuvchilar bilish kerak, to'g'ri tushunish kerak. Mana shu joyga men har doim kirib keta olmayman. Demak, mana bunaqangi qoidasi bor ekan. Ilovani qoidasi bu. O'sha nimasi ilovani egalari tomonidan qo'llanilgan qoida. Mana shu holatida sizlar keyin UX dizaynga o'tib ketsalaringiz bo'ladi shu joyda. Hozirgi holatda biz prototiplash nimaligini vizualni tushunishimiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchi sahifadan boshlaymiz. Birinchi sahifani tanladim. Bu yerda UI o'zgardi. Men bu simlarim ko'rinmaydi, men bu chizgan interfeysimni ko'rinishida mana bu simlarim ko'rinmaydi hech qachon. Bular orqa fonda ko'rinadi. Qaysiga nimanidir bossam, qanaqadir animatsiya bo'lishi o'sha simlar orqali bajariladi. Masalan, bu joyda ikkita bo'lim bor ekan. Mana bu frame tanlasam, u undan chiqqan simlarni va unga kirib kelgan simlarni ko'rsatadi menga. Masalan, ikkita bo'limim bor ekan, ikkita bo'limimni tanlaganimda qaysi ekranlarga bosilar ekan. Demak, mana bu ekranni tanlasam, bu ekranni mana bu ekranga o'tyapti. Men bu ekranni tanlasam, bu ekranga o'tyapti va qaysidir skrinlardan nazat qilganda, mana bu nazat knopkasini bosganda qaytib kelyapti o'sha skringa. Mana. Xuddi shunaqangi pastdagi skrinda ham pastdagi bo'lim alohida, sababi pastdagi bo'limda boshqacha ma'no berilgan, tepadagi bo'limda boshqacha ma'no berilgan. Masalan, noto'g'ri ulanganlari ham bor ekan. Hozir ko'ramiz mana. Mana bu joyda noto'g'ri ulangan. Mana bu to'g'ri ulangan, sababi Zingodan bosganimizda mana bu tekin kursni ochib berish kerak. Farqi yo'q. Istalgan joydan bossak ochib berilish kerak. Va mana bu joydan ochib bosganda to'liq o'qigan formatidagi interfeys ochib berilishi kerak. Hozir bu joyda simni olamizda mana bu interfeysga bog'lab qo'yamiz. Tushunarli bo'lyapti. Va nazat to'g'ri qaytib kelgan. Mana bu kurs borgan, qaytib kelgan. Va endi simlar shunaqangi ko'payib ketishi mumkin. Sizda bo'limlaringiz ko'p bo'lsa, juda ham betartib bo'lib qolishi mumkin interfeysingizda. Siz shunaqangi holatlarda siz bilishingiz kerak, qaysilarini qayerga bog'lasam to'g'ri bo'ladi. Keyin bog'lanishi yo'llari bor, usullari bor. Men bu yoqda nechtadir skringa bosganimda mana bu hammasi bitta mana shu skringa kelsin degan info berilyapti. Qani bitta sinab ko'raylikchi mana. Interfeysda bosilmaydigan maydonlarda bossam prototip ko'rsatadi. Mana bu joyda bosa olasan. Mana bu bo'limlarni sen bosa olasan. Masalan, info knopkasini bossam, pastdan o'sha kurs haqida, batafsil foundation kurs haqida nima chiqyapti? Ma'lumot chiqyapti. Umuman olganda o'sha interfeys logichni hamma joyga ulanib chiqqan mana. Tak, demak yana bitta xato. Mana bu bo'lim bosganimda ham mana bu bo'limga o'tish kerak. Smart Animate. Endi qaranglar, interaction degan bo'limni ham tushuntirib berishim kerak bo'ladi. Interaction qanaqa bo'lim? Aynan o'sha nimanidir bossang, qaysidir skringa o'tish kerak degan narsani tushundik. Faqat bosilganda bo'lmaydi. Bu narsa prosta ustiga meshkani scroll bunaqa qilib drag qilib yuborsak, bitta one qilib drag qilib yuborsak, masalan, bu interfeysda masalan qo'lni bosib bunday surganga teng, to'g'ri anaqani beradi. Agar hovering bo'lsa, bu degani bu ko'proq web formatlarda ishlatiladi. Hover degani meshkachamiz, mana ishlatib turgan sichqonchamiz frame ustiga olib borsak, o'sha meshkani hover bo'ladi. Mana shu protsess hisoblanadi. Agar pressing degani o'sha qanaqadir to'rt burchak knopkani ustiga olib borib meshka bunday bitta bossangiz, bu press hisoblanadi, bosildi hisoblanadi. Masalan, mana bu bosish. Scroll hover yoki mana
ustiga olib borib o'sha maydonni hali bosmaysiz. Prosta maydonni ustiga olib borib mishkani olib borasiz, lekin bosmaysiz. Nima? Press uni bosish hisoblanadi. Keyin yana qanaqa bor? Keyin gamepad. Bu bo'limga ishim tushmagan, ko'rmaganman. Mouse enter. Enter knopkasi o'sha tipa bunday bosganga effekt ikkita klikka o'xshaydi-da. O'sha effektga o'xshaydi. Mouse leave bu tipa anaqadan chiqib ketdi. Mishka chiqib ketdi-da. Keyin down bor, up bor. Mishka pastga tushdi, tepaga chiqdi. Yoki mishka kirdi, mishka chiqdi. Tipa mana shunaqangi bu juda ham mayda-mayda anaqa effekt hisoblanadi. After delay degani bor. Nimanidir bosdim ustiga, qanaqadir screen chiqdi va screendan keyin unga bog'langan holatida nima chiqadi? Boshqa yana bitta unitda interfays ko'rinadi. Bu ketma-ket uchta screenni bir-biriga tez bog'lab olish uchun, animatsiya holatida bog'lab olish uchun kerak bo'ladi. Yoki hech qanaqa action bajarmasligi kerak degan bo'lim bor ekan. Yo bizga eng ko'p ishlatiladigan one click degani mana shu maydon ustiga mishka boradi va bitta bosadi. Bo'ldi. Mana shu narsa bajarilganda mobil interfeyslarda ko'pincha nima bo'ladi? Siz nimadan foydalanasiz? O'sha effektni his qilasiz, o'sha bosilganlik bo'ladi va interfeys tushunadi. Demak, mana bu joy bosildi. Endi unga bog'langan joyga o'tib yuborgan. Va bu narsani men dasturchiga tushuntiraman. Dasturchi o'shani, demak, to'g'ri, tushunarli deb anaqa qiladi. Xo'sh, mana bu bo'limga bosganda mana bu yoqqa o'tish kerak. Va one clickda tushundik. Endi action degan narsa bor. U o'sha animatsiyani jarayoni. Masalan, action deganda biz qanaqadir navigatsiya qilib o'tgan yoki o'zgargan, ortga qaytgan, scroll bo'lgan yoki o'sha linkni ochib bergan degan infolarni ochib qilsak bo'ladi. Keyin set variable degani bor. Bu set variable nima hisoblanadi? Bu sal ustkiroq va tushunish qiyinroq bo'lgan proses. Bu narsani sizlarga o'rganish hozirgi vaqtda tavsiya etaman. Keyingi vaqtlarda kerak bo'ladi. Condition bor, set variable mod bor. Bular уже senior darajada dizaynerlar bilish kerak bo'lgan narsalar hisoblanadi. Senior darajada dizaynerlar bu narsalarni biladi. Sizlarga shart emas. Hozirgi vaqtda o'sha darajaga chiqqanlaringizdan keyin o'rgansalaringiz tushunarliroq bo'ladi. Hozirgi vaqtda o'zlaringizni qiynaganlaringiz bo'ladi agar bu narsani o'rganishga kirishsangiz. Open overlay, swap overlay, close overlay degan narsa bor. Hammasi o'sha overlay hisoblanadi. Bu degani qanaqadir interfeysni o'zgartir, interfeysga kir yoki interfeysni yopor degan actionlarni bajaradi. Bu umuman olganda o'sha borganda, o'sha sen bog'langan interfeysdan ko'rganda qaytib kelgan degan ma'nodagi logichni anaqa mazmunga ega hisoblanadi. Biz hozir prostagina navigate to qilganmiz. Keyin masalan navigate-ni back qilsak bo'ladi. O'sha knopka bosilsa o'ziga yana qaytib keladi. Bu narsalarni sizlarga uyga bo'ladi. O'tirib ikkita interfeysni chizamiz edi. Ikkita interfeysda shu klik bosilganda borib qaytib kelishini mana shu interfeysda mana bu joylarda ko'rib o'rgansak bo'ladi. Destination info course degani aynan destination qaysi distansiyaga qarab unaqa sim borib o'sha distansiyadagi element bilan bog'lanyapti. O'sha info degan frame ga bog'lanyapti. Mana info bunga tegishli shart emas. Buni mana bu joyda o'zidan boshqa framelarga bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Vizualni sizlarga ko'rinishi tushunarli. O'zingiz chizgan interfeysda mana bu joyga bog'lansin yoki mana bu joyga bog'lansin degan info bilan bog'lab qo'yasizlar. Prosta mana shuni o'zi yetarli. Keyingi bo'lim animatsiya qismi hisoblanadi. Biz animatsiya bo'limini o'sha mavzulashtirganimizda mana bu joyda ko'rgandik. Smart animate, auto animate'lar bilan aynan mana shu joyda to'g'ri keladi. Smart animate degani English Foundation degan narsani bossam mana bu bo'limga o'tyapti. Mana shu bo'limga o'tyapti. Sizlar Figma'da hozirgi vaqtda bu animatsiyalash degan narsani ko'p
kelmaysizlar, ko'p duch kelmaysizlar. Bilishlaringiz kerak. Figma dasturi nimalar qila olishini bilishlaringiz kerak edi. Kursning mazmuni ham aslida dizayner, oddiy dizaynermi, professional dizaynermi, pro dizaynermi, ultra pro max dizaynermi, hammasini o'sha Figma dasturidagi skilllarini rivojlantirish hisoblanadi. Aynan bu kursning mazmuni, maqsadi. Sizlar bilishlaringiz kerak mana shu narsalarni borligini. Nimalar yaratsak bo'ladi, nimalardan qanaqa holatlarga kelsak bo'ladi degan anaqalarni ko'rsatsak bo'lishi kerak. Demak, nima kerak ekan? Bitta joyda men zaiflikni ko'rdim. Zaiflik emas, tushunarsizlik. Xo'sh, mana bu bo'limdan keyin xuddi shunaqa olib kelib olsam bo'ladi. Xuddi shu interfeysni olib kelib olsam bo'ladi va mana bu ikkita skringa bosganimda tushunarlimi? Mana bu skrinlarga bosganimda interfeysimda mana bu interfeys ko'rinishi kerak va o'sha joyda mana bu bo'limga kirganingizda kirishingiz mumkin emas. Nima kerak? Bundan oldingi kurslarni ko'rgan bo'lishingiz kerak degan infoni berish kerak yuzerga. Alert ham ikki xili bor. Info alert bor, oddiy alert bor. Mana shu alertni olamiz va menga main emas, kurs bo'limiga o'tamiz. Xo'sh, mana bu joyga vyставить qilaman-da, suraman. Orqa foniga rangini olib beraman. Yoki ogohlantirish mazmunidagi mana bu rangni beraman. O'lchamini ko'raman, 20 ekan. Xo'sh, payment successful degan tekstni o'zgartiramiz endi. Translatorga o'tamiz. Birdan ishimiz tezlashishi uchun to'g'ri yechimlarni mana shunaqa beriladi. Xo'sh, nima desak bo'ladi? Bu videoni ko'rish uchun avval oldingi videoni yakunlang. So'ngra ushbu video sizga ochiladi. Videoni ko'rib yakunlang. Endi so'z tanlash ikkinchi darajali masala. Biz bilishimiz kerak interfeysda nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini. Mana shu interfeys qachonki endi prototip holatini ham tushuntirib ketaman o'sha joyda. Prototip bo'limiga o'tamiz va yopamiz maydonni. Mana bu oynadan mana shu oynaga bosganda mana bu to'liq bo'limga bossam mana bu bo'limga o'tish kerak va Smart Animate degan joyda mana shu navigation bo'yicha ekranda ko'rinishi kerak va mana bu bo'limda ham xuddi shunaqa effekt bo'lishi kerak. Istalgan birida bossam mana shu bo'limga o'tadi va bu bo'limni o'zidan ham boshqa bo'limlarga o'tib ketsa bo'ladi. Mana endi nima bo'lyapti? Mana bu bo'limga kiraman, mana o'tdi, skrinim yangilandi va mana bu bo'limga bossam nima bo'lishi kerak? Pastda info beryapti. Bu videoni ko'rish uchun birinchi undan oldingi videoni ko'rib yakunlang. Finish it, yakunlang demoqchi. Va undan oldingi videoga bosishim mumkin. Tak. Prosta skrinni o'ziga bosganda ham after delay qilaylik mana shu narsasini. Xo'sh, mana bu ikkita animatsiyada bosildi, Smart Animate qilindi. Endi bitta harakat qilib ko'ramiz, o'xshadimi, yo'qmi? Men bu bo'limga bosdim, chiqdi va yana qaytib o'sha bo'limni o'ziga o'tib oldi. Tushunarli bo'ldi. Qaranglar mana. Mana bunga bosdim. Info chiqdi va yana yo'qolib qoldi. Tipa bu bo'limni ko'rish, bu bo'limni siz kirishingiz, ko'rishingiz uchun
oldingi bo'limni ko'ring degan anaqa bo'lim chiqyapti-da va yana qaytib o'sha qaysi skrindan kelgan bo'lsa, o'sha skringa yana qaytib o'tib ketyapti mana. Hoppa, tushunarli. Pastdagi bo'limni ham xuddi shunday ishlayman mana. Bosdim. Info ko'rinyapti va yopilib ketyapti. O'sha aynan after delay degan narsa bo'yicha animatsiyam to'g'ri ishlayapti. Durationini 300-400 millisekundlarda kiritasizlar. Mana bu sonlarni maslahat beraman, u joylariga teginib tashlamanglar. Bu degani, masalan, men bu bo'limga bosdim. Mana bosdim. Info chiqdi va qanchadir vaqt o'sha narsa bo'lib, after delay da durationni masalan buni 4 sekund deydigan bo'lsam 4000 millisekund ko'zi o'girib oladi. Men bosdim mana. 1 2 3 4. Ko'ryapsizlarmi? 4 sekunddan keyin o'zi asta yo'qolib ketib qoldi. Mana shunaqangi holatda bo'lishi mumkin ekan. Buni endi 4000 emas, 1000 qo'ysak, o'sha 1000 sekund 1 sekundda knopkani bosdim. 1 sekunddan keyin yo'qolyapti. Animatsiyasi ko'rinyapti. Mana shu narsa orqali bizlar ham Figma dasturida animatsiya qilsak bo'ladi. Umuman olganda mana masalan nima bo'ladi? Animatsiyani qilishni o'rgataman. Ekranimni yozib olmoqchi edim. Nimagadir o'xshamayapti. Ko'rish kerak. Qanaqadir qilib bo'lsa ham o'sha animatsiya holatini siz через qanaqadir ilovalarsiz mana shu ilovani mana shu telefon va kompyuter orqali animatsiya holatini boshqarsangiz bo'ladi. Shunaqa gaplar. Yana boshqacha holatlari bor. Yana boshqacha holatlarini ko'rish kerak. Diqqat bilan o'rganib chiqish kerak. Qanchalik muhim o'sha narsa sizlarning ishlaringizga kerak bo'ladi, kerak bo'lmaydi. Foydalansangiz bo'ladi bu featurlardan. Yaxshi foydalansangiz bo'ladi umuman. Xo'sh, mana bu joyda orqa fonini berib qo'yaylik mana. Animatsiyalashni qanaqa turlari bor? Kelinglar o'rganib chiqamiz. Qaranglar, bizga ko'proq kerak bo'ladi UI'larni animatsiya qilish. Yoki qanaqadir bitta action holat bor, o'shani animatsiya qilish. Masalan, main qismiga o'tamiz. Mana bu pandacha. Ko'rib turgan pandachangiz uxlab yotgan holatini animatsiya qilib ko'rsatsak bo'ladi. O'sha narsa katta xotiradan joy egallamaydi. Buni animatsiya qilish uchun mana bu bo'limdan Lottie Files degan saytga kiramiz. Bu saytda bizga animatsiya qilish imkoniyatini beradi saytimiz. Mana endi biz haligi joyga biz pandani uxlayotganini qo'ymoqchi edik. Panda deb qidiraman. Panda bo'yicha naqada chiqmadi, animatsiyalar chiqmadi. Har xil animatsiyalar bor. Bu animatsiyalarni dizaynerlar premium holatda animatsiya qilib berishgan. Masalan, mana bu ko'rinishda, bu ko'rinishda yasab qo'yishgan. Mana interfeysda qanaqa ishlatishingizni ko'rsatyapti. Har xil variantlar taklif etyapti. Buni ishlat degan ma'noda. Umuman olganda berilayotgan info sizni o'sha loyihangizni qiziqarliroq bo'lgan Lottie fayllar orqali. Lottie fayl umuman olganda bitta qanaqadir GIF, video formatidagi GIF, ovoz bo'lmaydi va funksionali bor, qanaqadir mazmun o'zida kasb etadi. Mana buni ochaylik, mana. Qanaqa animatsiyalar bor mana ko'ramiz. O'sha sog'likka doir, nimalarda tozalikka doir, toza teri, yana organik qanaqadir farma source, toksik bo'lmagan skin care, yana nimadirlarning infolari berilyapti. Umuman olganda sizlarda mana shu narsalarni o'rganishingiz kerak. Tipa shunaqa narsa bor. Shunaqa narsadan foydalansa bo'ladi.
va bu pulli, bu sayt pulli. Nechtadir olib foydalansangiz bo'ladi o'sha narsadan. Interfeysingizda masalan empty degan nima bor ekan? Screenlar bor, mana hammasi animatsiya. O'sha qisqa kichkina nuqani animatsiya qilib berishgan. Xo'sh, bizga qaysi birini haligi pandani o'rnida ishlatsak bo'ladi, ko'rishimiz kerak. Masalan, mana shu animatsiya. Ko'rib turganlaringizdek, ustida ikonkalarni qo'yib qo'yibdi. Xuddi biz foydalana olmaylik degan ma'noda. O'zi 86 kilobaytda 512 ga 512 piksel ichida 4 sekundlik video, 29 fpslik. Buni yuklab olishim uchun mendan premium obuna so'raydi. Jamoa uchun individualniy bo'lsa, masalan, $20 so'raydi. Bir oyda men mana shu nimani skachat qilib olmoqchi bo'lsam, $20 pulimni so'rashadi. No, umuman olganda bu bepul juda yaqin, $20 unaqa ko'p pul emasda. Siz mana shu resurslardan hammasidan topib foydalana olasizmi? Mana shu narsa ham muhim. Xo'sh, animatsiyasini o'zingiz yasasangiz ham bo'ladi. Buning uchun biz hozir GPT dan qidirib olgan narsamizni ko'rsak bo'ladi. Birinchi navbatda UI ni animatsiya qilish uchun CSS animatsiya yoki transactionlarni bilishimiz kerak. Xo'sh, bu narsa nima? Web browserni ichida bo'ladi bu narsa. Kod holatida masalan mana bular animatsiya bo'lyapti. Hozir qarab turinglar, scroll bo'ladi. Mana o'tdi-ku, ko'rdingizmi? Mana shu joyda nimadir o'tyapti, undan keyingi element kelyapti yoki qaytib kelyapti. Mana shular animatsiya holatini web formatda animatsiya qilib berishgan. Web holatda animatsiya qilib berishgan. Kodda yozgan. Agarda 3 sekunddan so'ng mana shu interfeysni undan oldingi turgan interfeysga anaqa qilgan, yangilagan. Nima deydi? Yangilagan emas, animatsiya qilgan. O'sha interaction qilgan degan anaqani kodda yozsa bo'ladi. CSS kodda. Framer motion degani bor, u React JS asosida ishlar ekan. React loyihalarini kuchli animatsiyalash kutubxonasi, tayyor kutubxona bu Framer motion degan bo'l anaqa ekan. Bundan men ochiq foydalanib ko'rmaganman. Sababi animatsiyalashda ishim tushmagan. GSAP GreenSock degan veb-sayt murakkab va silliq animatsiyalarni yaratish uchun kuchli vosita degan ma'lumotni beryapti. O'rganib chiqish kerak. Internetda manbalar juda ham ko'p. Masalan, men sizlarga mana bu narsa orqali animatsiya qilinglar degan tavsiyani bersam, sizlar undanda arzonroq yoki tekinroq bo'lgan xuddi shunaqa vazifani birga bir foydalanadigan animatsiya tulini topib olishingiz mumkin. O'sha uchun men aynan mana buni ishlatinglar, mana bu foydali, buni ishlatmanglar, bu keragi yo'q degan ma'noda anaqa ma'lumot bermayman. O'sha uchun sizlar ko'proq o'sha animatsiya qilmoqchi bo'lsalaringiz, qidirish kerak, topish kerak, o'sha narsani o'rganish kerak. Men aynan animatsiyani ichigacha chuqur ko'rsatib o'rgatmoqchi emasman. No, animatsiya qilsak bo'ladi, nimalar orqali qilsak bo'ladi, o'sha narsalarni biz bilishimiz kerak. No, animatsiya qilishimiz shart emasdi. Animatsiyani o'zimiz mustaqil o'tirib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Figma dasturida animatsiya qilishni men tushuntirib berdim. Bo'lmaganda Swift UI-Kit iOS ilovalari uchun animatsiyalash texnologiyasi. Swift UI-Kit bu Apple interfeyslari uchun, Apple qurilmalarining interfeyslari uchun animatsiya bo'ladigan holatiga uchun ishlab chiqarilgan texnologiya hisoblanadi. Bu ham endi ko'proq kodlar bilan birga ishlaydi. Kod yozasiz, mana bu narsani mana bunaqangi holatda animatsiya qilib bergan degan ma'noda. Jetpack Compose Lottie for Android. Aytganimdek mana Jetpack Compose va Lottie degan anaqalar. Jetpack Compose degan bular application uchun UI'lar. No code. Endi Jetpack ko'proq bular real loyihalar uchun ishlatiladigan animatsiyalash usullari hisoblanadi. Bular
kodlar endi asosan kodda yoziladi. Sizlar bilishlaringiz shart emas bu narsalarni. Jekpack'da ham xuddi shunaqa. Keyin no code vizual animatsiya vositalari bor ekan. No code degani kodsiz animatsiya qilsangiz bo'ladi umuman. Bu ham juda maza qilsangiz bo'ladi-da. Sababi siz dasturlashni bilmaysiz, tushunmaysiz, lekin interfeysdan foydalanib o'sha ikkita elementni animatsiya qilsangiz bo'ladi. Shular olib bundan bungacha animatsiya bo'lgan degan ma'noda info. Shu to'g'ri tushunib shu narsalarni qilsalaringiz. Framer degan dastur bor. Kod bilan ham, kodsiz ham ishlaydi deyapti. Framer Figmaga o'xshagan umuman dastur. Hozir Figmada qanaqa animatsiya qilsa bo'ladi, o'sha narsani tushuntirganim kabi Framerda xuddi shunaqa ishlaysiz. Xuddi shunaqa birga-bir interfeysdan foydalanasiz. Protopy bu sensor harakatlariga asoslangan murakkab prototip yaratish uchun deyapti. Protopy degan toolimiz bor. Xo'sh, ichiga kirib ko'raylik. Qaysi maqsadda kiryapsan deyapti. Personal foydalanish uchun qanaqa nimani prototip qilmoqchisan demoqchi. Mobil appni. Kioska bor, mashinalar uchun, soatlar uchun, veb-saytlar, o'yinlar uchun animatsiya va boshqalar va mobil ilovani animatsiya qilmoqchiman. Bularni o'zini Protopy degan studiosi bor ekan. Dastur. Pluginni Figmaga o'rnatasizlar. Plugin orqali animatsiyalash ishlar ekan. Bitta sinab ko'ramiz. Protopy. Mana community deb Protopy'ni nimasi bor, plugini bor, uni foydalanib ko'rsak bo'ladi. Zinga appini ichida. Hozir webda ochib ko'rsatyapman, sababi webda chiqdi, men bu joyda chiqmadi. Men bu joyda qidirganimda Protopy mana bu joyda bor ekan. Buni yopib olsak ham bo'ladi. Protopy bizga faylni o'qib, o'sha animatsiya qiladigan vositalarni o'rganib chiqib beryapti. Protopy prinsip ilova interfeyslari uchun interaktiv animatsiyalar yaratish uchun qulay dastur. After Effects, Lottie After Effects'dan animatsiya yaratib, Lottie orqali ilovalarda integratsiya qilsa bo'ladi. Masalan, Rive degan dastur bor. Bu ham animatsiya uchun ishlatiladi. Interfeysini xuddi Figmadan qanaqa foydalansangiz, xuddi shunaqa kirib interfeysini yaratsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu o'yinlar interfeysida bularni chizib yaratsangiz bo'ladi. O'shalarni chizib yaratib, animatsiyani play'ni bosib qo'ysangiz, masalan, eng anaqasi mashhuri Duolingo charakterlari bor. O'sha nimalarni qayerda animatsiya qilgan? Aynan Rive ilovasini o'zida animatsiya qilgan. Bu narsani mobil ilovaning ichiga osongina, yengilgina integratsiya qilgan. Masalan, mana bu boboy tariqasida qaraydigan bo'lsak, neytral ko'rinish, naqadar gapiryapti, nimadir tushuntiryapti, let, back, dream, out, o'sha so'zlarni og'zida aytganini variantlarini taqdim etyapti. Mana og'zidagi anaqalarni qimirdashi, lablarini qimirdashiga e'tibor beringlar, ayiqchalarni. O'sha nimasini variantlari birinchi navbatda shunaqa chiziladi.
og'izlari qimirdashi, qayta bir-biridan qaysidiridan keyin ketma-ketlikka borishi, har biri bog'lanadi bir-biriga va qanaqa qilib Duolingo appi animatsiya bo'lgan o'shani bilib olishingiz mumkin masalan. Bu yerda berilayotgan ma'lumot, sizlar Rive appini ham o'rnatishingiz kerak agar siz UI animator bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha ishlatgan nimangizda animatsiya ham tayyorlashingiz kerak bo'lsa, UI animator degan kasb egasi bo'lasiz va dasturchilar uchun Rive degan appdan foydalangan holatida nima yaratib berasiz? Animatsiya qilib berasiz. Hozirgi buni misoli ko'proq eng mashhur bo'lgan ilovalardan biri Duolingo appidagi o'sha har bir xarakter qahramonni harakati qilayotgan animatsiyasi videoda o'sha skrindagi harakatini siz video qilib ilovani ichiga qo'shib qo'ya olmaysizda. Siz uni qanaqadir dastur orqali kod variantiga o'tkazib beradi u dasturlar. O'sha animatsiyalarni yaratib beradi. Masalan, Rive'dan oladida u kodini nimaga saqlaydi? Dasturda saqlasa, dasturimiz birinchidan yengil ishlaydi, qotmaydi, xotirasi ko'p joyda egallamaydi. Sababi siz bitta dasturda mingtalab animatsiya ishlatishingiz mumkin. Xuddi Duolingoga o'xshab. 1000 ta animatsiyani har birini ochib berish uchun ilovadan joy egallaydi, dastur xotirasidan egallaydi, telefon xotirasidan egallaydi va ko'p joydan skachat qilib xotirani to'ldirib tashlaydi. Bu uchun bu noto'g'ri narsa, bizga kerak emas. O'shaning uchun biz Rive'ga o'xshagan dasturlardan foydalanamiz. Har xil maqolalar yozib tashlagan. Duolingo o'zining saytida bor ekan, o'sha animatsiyalar haqida maqola. Bizga esa Rive kerak. Rive dasturi. Rive dasturini har xil tutoriallarini biz topsak bo'ladi YouTubedan. Men Rive'ni bilaman. Let's go and change. Qanaqa ishlashini bilaman. Qanaqa ishlatsak bo'ladi, nima animatsiyalar qilsak bo'ladi, o'sha narsalarni bilaman. Masalan, deylik, mana bu bitta xarakter. Harakatini ko'ryapsizlar. Buni dasturchi emas, dizayner qilib berish kerak. I made an app with a new kind of design tool. Rive is animation software with a built-in state machine. This allows designers to create interactive production-ready graphics for websites, games, or apps. Create characters, UI, everything you need to create lightweight graphics that run anywhere. And Rive dasturidan qanaqangi platformalarga, texnologiyalarga integratsiya qilsak bo'ladi degan anaqani beryapti bular. Rive dasturi universal. Undan yaratib bergan animatsiya orqali sen dasturlaringda, web ilovalaringda, veb-saytlaringda nima texnologiya bo'lsa ham hammasida bemalol foydalanasan. Masalan, deyapti. JavaScript bu veb-saytlarda o'sha animatsiyalarimizdan foydalansang bo'ladi. iOS bu iOS mobil ilovalardan foydalansang bo'ladi, deyapti. macOS bu aynan meni kompyuterimga o'xshagan kompyuterlarga dastur yaratilsa, dasturlarning ichida meni animatsiyamdan o'sha mana bu men generatsiya qilib bergan koddan foydalansang, o'sha formatda o'sha narsa ochiladi, deyapti. Android bu telefonlarni Android formatidan foydalansang, o'sha narsa ochib beriladi. Flutter bu ham Android, ham iOS, ham boshqa platformalarga tusha oladigan universal dasturlar yaratsa bo'ladigan texnologiya. O'sha Flutter o'zining tili bor, kodi bor, kod yozish usullari bor. React va React Native'lar bor. Bular ham xuddi shunday texnologiyasiga qarab bittasida web, bittasida mobillar uchun animatsiyalar qilsa bo'ladi. C++ bu C++ ko'pincha mashina tili hisoblanadi. Mashina tili deganimizda biz ko'proq kompyuterlarni tushunsak bo'ladi. Ko'p katta operatsiyalar bajaradigan kompyuterlar.
o'zi hamma narsa kompyuter. Umuman olganda telefonimiz ham kompyuter bo'ladi. Mana bu notebookimiz ham kompyuter. Qanaqadir Tesla mashinasining ichidagi chiplar ham kompyuterlar hisoblanadi. O'shalarni tili qanaqadir til orqali tushuntiriladi. Bu C++ dasturlash tili hisoblanadi. Va o'shalar uchun ham o'shalarda yaratilgan tizimlarga ham bizani Rive appimiz orqali yaratilgan animatsiyalarni integratsiya qilsalar bo'ladi degan ma'lumot beryapti. Default, Unity, Unreal, Framer va Webflow. Webflow bilan Framer bu no code web saytlarni chizsa bo'ladigan shunaqangi tizimlar hisoblanadi. Bular orqali siz web sayt chizasizmi, mobil ilova chizasizmi? Ham mobil ilovani bilmadim. Web saytlarni ko'pincha o'sha Framer yoki Webflow kabi platformalarga ko'chirishyapti. Shu orqali ular no code dasturlarga, web saytlarga ega bo'lishyapti. Nima deydi? Dasturchilarni ishini umuman olib qo'yishyapti shu narsa orqali. Unreal va Unity degani bu o'yin yaratadigan texnologiyalar, ko'pincha o'shalar orqali o'yinlar yaratishadi. Masalan, mashhur o'yinlardan Unity'da PUBG Mobile yaratilgan, Unreal Engine'da yana qanaqa o'yinlar yaratilgan ekan. Tak, Unreal'da Fortnite yaratilgan. Fortnite mobil ilovasidagi o'yin yaratilgan va Fortnite ichidagi animatsiyalarni qaysidirlarini nimalar orqali yaratsak bo'ladi? O'sha Rive degan dasturni animatsiyasi orqali yaratsak bo'ladi deyapti. Endi boshdan oyoq yaratilmaydi. Shunaqa gaplar, masalan, Rive'da ham bilishingiz kerak, bu ham bitta skill hisoblanadi. Anyway, Animatsiya and qilsa Rive bo'ladi. has a free option, so check it out. I made an app with a new kind of design tool. Rive is animation software with a built-in state machine. Rive'da o'zini kanali bor, 38 mingta obunachisi bor. O'shanga obuna bo'lib, uni videolarini kuzatsangiz bo'ladi. Nimalar qilsa bo'ladi, nimalarni kuzatsak bo'ladi, nimalar bor, darsliklari bor, har xil. Mana layers. Endi buni interfeysi Figma'ning interfeysiga juda ham yaqin, juda ham o'xshash hisoblanadi. Bu uyga vazifa hisoblanadi. Qanaqa qilasizlar? Men aynan mana shu nimani 7-darsiga interfeyslarni olib kelib qo'yib qo'yaman. O'sha interfeysni dizaynini haliga tushuntirib bergan Zingo ilovam bo'lmaydi. Boshqa ilovani olib kelib qo'yaman. O'sha ilovani interfeysidan foydalanasizlar deb mana bu joyda prototiplab animatsiya qilib ko'rasizlar. Prototip versiyasiga kiramiz. O'sha kerakli 2-3 ta frame tanlab Smart Animate yoki qanaqadir nastroykalar bilan animatsiya qilasizlar. Agar tushunmasalaringiz hech qisi yo'q, o'rnib ko'rgansizlar, o'rganishga harakat qilgansizlar. Men keyingi darsda o'sha narsani prototipini qanaqa qilib to'g'ri bog'lashni keyingi darsda men tushuntirib beraman o'shanda. Mana shu ilovani olib kelib qo'yib qo'yaman. Clinic Easy degan ilovani, web ilovani sizga beriladigan vazifa nimadan iborat? Siz o'sha bemor sifatida ilovani, mana shu interfeysini animatsiya qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu yerga tashlab qo'ydim. Xo'sh, mana shu ilovani mana shu joydagi interfeysdagi nimalar bo'lsa animatsiya qilib interfeysni buni bosganda bunga o'tsin, buni bosganda buni o'tsin deb nima qilasizlar va menga link tashlaysizlar. Link qanaqa bo'ladi? Linkda o'zlaringiz fayllaringiz ichidagi interfeys, men o'sha frame tanlab play deb bosaman va o'sha sizni fayllaringiz ichida animatsiyalarni qilib ko'rishim kerak bo'ladi. Sizlarga interfeys chizinglar, UI chizinglar, mana bunaqa narsa yaratinglar deb qiynamayapman. Prosta prototipni qanaqa ishlatishni tushunib olishlaringiz kerak. Tayyor narsadan tayyor interfeyslarni prototip qilishni tushuntirmoqchiman. Maqsad o'sha animatsiyasini to'g'ri, ongli ravishda to'g'ri yasashni o'rganib olishimiz kerak. Maqsad shu, uyga vazifani asl maqsadi shu. Demak, vazifani berdim. Bugun 18 bo'ladigan bo'lsa,
Demak, 20-kun video yuklayman. 19 kechga men sizlardan uyga vazifani so'rab olaman. Tushunarli? Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha